Bu bino Nasaflik, ya'ni Qarshilik Ali usta tomonidan barpo qilingan maqbara ekan. Aynan o'sha nomi ham Usta Ali Nasafiy maqbarasi. Aynan bu yerda yozilishicha 14-asrning 60-70-yillarida qurilgan. O'rta qismi binolari ichida geometrik shaklda ishlangan eng jozibali binolardan. Aynan buni Shohi zindoni markazida joylashgan desak ham bo'ladi. Aynan bu yerda kirib kelish. Mana bu yerda kichikroq bir maqbara. Undan keyin biroz joy qolib, mana bu yerda aynan Qarshilik Usta Ali maqbarasi, ya'ni shu usta tomonidan qurilgan.